Короче. Gapir. Hello, Mr. Eric. I am. O'zbekcha gapir, ho'kiz. Gapir kumi. Eric aka Barselonaga o'zbek futbolchisini qo'shish haqida Xaviga topshiriq bergan ekan. Shu bo'yicha telefon qilyapti ekan, ko'tarmayapsiz ekan. Bo'ldi, Xaviga aytqizsin. Bo'ldi, xo'p bo'ldi. Qattasan? Men ko'chada bilet sotyapman. Nimaga? O'zingiz aytdingiz-ku, Bo'ldi, o'chir, Xaviga qilyapti. Alo. Corpora nome Tostena Montparo, tezmena por favor. Latta, o'zbekcha gapir. O'zi Anjandan bu. Anjan, o'zimiz Anjanli. O'zidan bormi Anjandan? O'zimizdan, borib ol, o'zidan ispan yoqyapti. Eriga ashna qilmayli, mana ispanlarni oldi odam jolat to'p olyapti-da. Gapir, darsdaman, gapir tezroq. Ana Barselonaga O'zbekistondan futbolchi jo'nataman degandingiz-ku? Yo'q-ku. To'xta, oz. Esdan chiqibdi. Bormi? Futbolga qiziqadiganlar. Kim? Keling. Qarsak bo'lsin, keling. Ha, to'xtab tur, gapirmay tur. Qiziqadimi o'zi, futbolistga ham o'xshamayapti bu. Chibogan. Keling. Bormi, futboldan xabaringiz bormi? Bo'ldi, bor futbolist. Bo'ldi, ati nima ekan? Nima atis? Azamat Shevchenko. Ati. Bo'ldi, yashi necha degan, yashi? Necha yosh? 38. 18 yosh. Bashara 38 o'ma. Yana nima? Qaysi klubda o'ynaydi? Qaysi klub? Tungi klubi so'ramayapti. Futbol klub. Qaysi klub? CSKA. CSKA United. Bo'ldi, Ali sezonda nechta gol urgan ekan? Nechta urgan o'tgan sezon? Urmaganman, ushlab turibman gollarimni sizlarga deyapti. Sizlarda urib berar ekan. Bo'ldi, Ali Zborniyda ham o'ynaganmilar? Hozir chiqing qarsacha. O'ynaganmisiz? Turing. Top beringlar. Matga turing, o'rnini topolmayapti, u futbolist bas shikili. Xullas. Alo, Eri. Va itingga o'tasan unaqa qilib, boribki. Ho'kiz. Kimsan sen? Shu o'yinlarda to'p olib berib turaman. Bolboy. Ama yurishing playboy bo'lib yotibdi. Tur yo'qal, necha turibsan? Playboymisan sen? Bor. Qarang. To'xtab tur, Xavi, hozir. Menga qara. Hozir Barselonada o'ynashingiz mumkin, tushunyapsizmi? Turing. Menga qarang. Hozir bitta fint qilasiz. Ko'ryapsiz? Aha. Qani? O termada o'ynaganmi o'yin? Alo, Eri. O'ynagan ekan. O'ynagan ekan termada. Boravering. O'ynagan ekan. Bilindi. Bo'ldi, nimasini kelishib olamiz-da. Bo'ldi. O'ylik masalalarni. Aha, bo'ldi. Bo'ldi, Eriga men chiqaman yana. Bola. Ma keling. Bo'pti. Bo'pti aka. Qaysi komanda, Realmi, Barsami? Real, to'g'ri olib qo'ying. Salomat bo'ling. Xullas, yalam, bugungi mavzu hammaga tushunarli bo'ldi. Keyingi darsda so'rab olaman. Keyingi darsda ham mana bunga uyida deganda aytib qo'y. Shu mo'yloviga burrichi ko'rsatgan qilib qoldim. Beraverasizlar keyin.
Asabga tegmanglar. Xullas, men shu joyda dars tugataman. Sizlar bilan fizika fanlari doktori Kamina Erik Haydarovich bo'ldi. Bittaman yagona manda viptaman nomini bilmadim qaraqadim eng qimmat chiptaman iPhone 15 Note Pro Plus X Class bu qo'shiq o'zim uchun hamma uchun mix mas mani tanishadi hamma alfabetda delta gamma Dubai mani qo'limda mana arendaga berganman balki o'ylashadi mani buncha yurmasa kerak tanimaganlar tanib ol mana o'sha Haydar Erik Yengila. Hammaga salom. Sizlar bilan Erik Haydar. Xush kelibsizlar darsimga. Qisqacha o'zim haqimda. Do'stlar, dunyo fanlari doktori, fizik olim, Einstein, Newtonlar qo'lida tahsil olgan, Bill Gates ilm Moskvalarga dars bergan, o'sha mashhur professor olim Erik Haydarovich bo'laman. Xush kelibsizlar. Oldin ogohlantirib qo'ying. Daftari yo'qlar, ruchkasi yo'qlar, formasi yo'qlar, hozir turib chiqib ketinglar. Keyin yomon bo'ladi, keyin qiynalib qolasizlar. Kelishdiga asabga tegmanglar. Ortiqcha luqma tasha, shunaqa narsalar bo'lmasin. Men darsni o'taman, hali 30 qilib parama yetalab yurgan o'qituvchilar emasman men. Bitta o'taman bo'ldi, ketamiz. Kelishdiga tayyor bo'lsangiz, yana bitta narsa. Fizika nima? Fizika bu eng kerakli fan. Oxirgi paytda e'tibor beryapman, ha? 1-oktyabrda timmi ingliz tili o'qituvchiga badarga berirsizlarmi? Birdan yarim yilni qarasa matematikaga beraversan o'qituvchiligingga. Bola, ko'zingni och. Fizika muhim. Mana shu ingliz tili bilan matematikani orqasidan yuraverganlaring uchun ham mana yaqinda svetni o'chirib qo'ydim. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? O avtomatda oldiga bor ingliz tili o'qituvchi it's my friend desa yonmaydi. Klyuchatillarga kalkulyator chiq siz hech narsa ishlamaydi. Akalaring ishlatadi buni. Tushundilaringiz-a? Xarakter juda og'ir. Batniki bas, bilasizlar. O'lik dengizni eshitgansizlar-a? Akalaringning qo'lida jon bergan. Katta narsa. Qora dengiz men cho'milguncha oqidi. Anxel bilan Niagara sharsharasini eshitganmisizlar? Akalaring bori sharillatib kelgan. Shuncha asabga tegmanglar. Sariq devni minib degan asarni kim o'qigan? Men mingandan keyin sarg'ayib ketgan. Kelishdiga boshlaymiz darsni. Davay. Bitta chiroyli jim bo'lasizlar, boshlaymiz. Jurnal qani? Yo'qlama. Ullama o'qituvchinga. O modellar jurnali bas, ho'kiz. Bor yo'q qiladigan jurnalni olibchi. Ullamay o'tirish, o'yinchoq bo'lib qolibdimi dars? Ha? Chap tomon ochib qo'yibdimi? Boravering. Allapa! Demak, yo'qlama qilib olamiz. Aytib qo'y, doskaga sana, chislo yozmaysizlar. Butun umrga yetadi bugungi mavzu. Demak, Adan, azizlar kelganmi? Qorachadan kelgansizlar, cho'ta ko'rinmayapti. Yaxshi. Ahad Qayum. Turuning haykali.
Nima bo'lyapsan? Ha? Forma qani? Katta xolingni uyda yuribsanmi? Ha? Na daftari bor, na ruchkasi bor. Lekin sal qattiq tegib qo'ysa, o'qituvchining ustidan daftar ruchka qilishni biladi bular. Bilim nol. Savol bersang, serial qilib olib qochadi. O'zingni o'g'nab olishingga qancha ketadi? Bo'l, qarrasi bilan uraymi? Oxirgi payt o'qish 0. 6-sinfda Halimaxondan rosa kaltayapti. Sharmanda. Nima? Bu maktab faollar yozgan she'rlarni qo'mitaga olib borsa, o'zimi ketib kitob qilib chiqarib olib bordi. O'zingdan ketma bola. O'rni olginda jim bo'l. Tushundingmi? Qaytib nima qilma, ko'zimga ko'rinma. O'tir. Boshqa gapirma. Tak. Kattabekov Dilshod. Qani? Ha, tura olmay qoldingizmi? Ha? Men senga necha marta aytganman? Oldida o'tirma, orqadagilar to'sasan deganmanmi? Ha? Qaraqa chiq. Nima o'zingdan katta sinflar urib yuribsan? Nursulton 7-sinfda bo'ladi, nimaga urding? Nimaga urding Nursultonni? Uzr so'ra. Siz turayotganingizda, ne? O'quvchini qara. Men buni boks, eng zo'r boksyor mana shu bola. Mana bola bir shapat ursa, o'zi urishtini o'rtadan yetalab kelib. Qaraning aytganing qasamsan. Qar. Go'dani qaranglar, kichkina boladan kaltayib, uyalinglar. Mana shunaqa qilaversalaring, ertaga boksga o'tkazib yuboraman bittani. Bittani shuni yig'ishtirib yuboraman. Uzr so'ra. Uchalasidan ham uzr so'ra. So'ra. Bo'ldi. Rahmat. Mana boshqa urushmanglar. Yo'q, Hasan Husayn Ataboyevlar, mana Nursulton Ro'ziboyev xafa qilsang, qara, ko'zingni o'yib olaman. Shu bit turaman, shu qat yog'rayotganini bilmay o'tib ketasan. Yuraverasan, doktorma. Qatingiz og'riyapti desa, bilmadim, u yomon og'riyapti. Sizlar ham bo'sh kelmasdan tashinglar. Nursulton, maktab faxrisizlar. Urmaysizlarmi? O tezlikni qaranglar. Men tezligimni bilasizlar-ku. Suzinglar, charchab qolayotgan. Shunaqa tez suzaman, meni quylayotgan akula to'xtab turibmizmi deb o'ylayman. Endi udarni tezligini gapirmasa ham bo'laveradi. Bilasizlar, monotetni nima, vertolyotni nima farqi yo'q. Tezlik bilasizlar, men birinchi o'rinda turadi men tezligim. 2da miltiqda o'qib turadi. 3da Royal taksi turadi. Davom etamiz. Tak, Umarov Umid kelganmi? Qaraning-a. Senlarga nima bo'lyapti? Ha? Nima mehnat xonasining orqasida sinfdoshlarimni urishyapsan? Ha? Sinf fondini talashlaringmi? Ha? Sinf fondini pul talashlaringmi? O'la o'tkazib yuboribdi-yu qo'yganini. Boshqa sinfga. Qo'y bola, ko'zingni och. Ko'zingni, men direktorning o'g'lida. O'tir joy, ko'zingni och, o'y bola. Ko'zingni och. Jinni qilaman shu. Kallangga fo'fu uraman, tizingni orqasi tushib ketadi. Tak, yaxshi. Olimjon Xudoynazarov degani kelganmi? Mana shu odamga qarshi cholinglar. Yoshiga e'tibor bermanglar. 11 yildan beri sinfda qoladi. Sizga nima bo'lyapti? Ha? Lekin xulqi yaxshi.
Forma masalasida umuman замечание olmagan. Sochingni kaltalab demaganman biror marta. Nima bu? Tadbirlarda yig'ishtiraymi bu narsalarni tadbir. Tushundingizmi? Sizga savol. Agar topsangiz, bitada o'tasiz keyingi sinfga. Bitirtirib yuboraman. Paskal haqida gapiring. Kim Paskal? Kim bo'lgan Paskal? Bilmaysiz? Paskalni bilmaydi. Lekin tek qo'yib bersang, dollarga bunaqa rasmga tushdi bilishadi. O'tiring joyingizga. Keyingi safar o'qinglar, iltimos. Sochingizga gap yo'q. Men Farhod Saidov bir oydan beri darsimga kira olmaydi, koridorda turib. Yaxshi. Demak, fizika darsini boshlaymiz. O'rtoqlar, men bugun aytadigan faktlar hech qayerda eshitmagansizlar. Hech qayerda. Bu originallarini mendan eshitasizlar. Kim biladi? Birinchi savol. Hurmatli o'quvchilar. Yer tortish qonunini kim topgan? Newton qanday? Olma tushgan? Hech qanaqa. O'sha maktabdagi o'qituvchingizga aytasiz bor. Tushundingizmi? Newton bitta olma bilan yer tortish qonunini aniqlab bo'lar ekan. U olma, o Apple'ga aloqador. Tushundingizmi? Uni ham akasi qo'ygan uni ham. Borib bitta tishlab qo'ysa, mana jinni uni Apple qilib chiqarib yuboribdi. Mana yarim takki bo'lak cho'mtagimda turibdi. Qaranglar, bilmasalaringiz bilib olinglar, daftar ruchkalar yozinglar. Yer tortish qonunini Newtonga umuman aloqasi yo'q. Uni o'zbeklar o'ylab topgan. Ikkita aka-uka yer tortishib qolgan. Uni qonuniy hal qilish uchun notariusga borishgan. Notariusda Newton ishlayotgan bo'lgan. Ana yer tortishayotganini qonuniy hal qilib bergani uchun Newton qonuni deyiladi. Kelishdiga to'g'ri bo'lsa qarshi. Bu to'g'risi bu. Sizlar ishlamanglar. Orqa tomon maymun o'ynatyapmanmi? Ha? Chiq bo'lmasa sen gapir. Biz ham kulaylik. Keyingi darsda so'rab olaman senlardan. Bitta sha. Shuni oldinga tushib bora, ikkala qoshing orasiga jupa yog' bilan tepama quloqlaring chapga bora. Asabga tegishma, jim o'tirish. Mana shu xulq chataqlarni mana ko'ryapmiz. 1 yildan beri pastga tushmaydi. Keyingi savol. Og'irlik markazi qanday topiladi? Kim biladi? O'qiganmisizlar? Og'irlik markazi qanday topiladi? Kim biladi? 0. Tarozi ukam hozir bir roma ichingizda gapiradigan bo'lib qolasiz. Mana qussangiz ham ichingizga qussaydigan qilib qoladi. Asabga tegmang, bilmasangiz gapirmang. Tarozi tortilamish. Yer tortish qonunimiz. Bilmasalar og'irlik markazi qanday topiladi? Yozinglar. Ikkita holat bor, uchinchisi 50-50. Tushundingizmi? Birinchisi viloyatdan poytaxtga kelib yashash og'irlik qilganda og'irlik markazi sizlar uchun Toshkent bo'ladi. Tushunyapsizlar? Uy qimmat. Bu birinchi variant. Ikkinchisi, uyda kimdir og'irlashib qolsa qayerga boramiz? Markaziy shifoxonaga. Kelishdiga, bu ikkinchi variant. Uchinchi variant, masalan, mana shu joyda og'irlik markazi qani? Kim ko'rsatalar? Saroyda. Hech qanaqa. Mana Shukrullo Isroilov. Mana shu odam shartda og'irlik markazi. Sandan roqqa bo'lsa, markaz yoqqa ko'chadi. Tushunyapsizlar? Yozinglar demak. Kelishdiga. Demak, o'rtoqlar, keyingi savol. Qarshilik kuchi kim biladi? Nima bunaqasilari? Nimaga bunaqasilari? Kim biladi qarshilik kuchini? Qarshilik kuchi o'rtoqlar bundan bir 6000 yil oldin topilgan. Ko'ryapsizlarmi? O'shanda ham qarshiliklar kuchli bo'lgan. Chunki ular tandirga o'shib maza qilib yurgan. Tushunyapsizmi? Ish bor joyda qarshilik bo'ladi. Tushunyapsizlar-a? Yo qarshiliklar bormi?
Keyingi savol. Siz bosim nima? Bosim. 3-qator. Bosim nima? Bosim nima? Tur, bosim nima? Mana shu bosim. Ko'ryapsizlar-a? Mana shu bosim. Natija bo'lish uchun bosim bo'layotgan payt bosiqli bo'lish kerak. Agar qarshilik bo'lsa, o'sha ketdi mana ishqalanish kuchi, bir narsalar. Tushunyapsizlar-a? Qarshi aytaman, maymun o'ynatyapman. Ha? Maymun o'ynatyapmanmi? Ukam asabga tegma, asabga tegma. Shunaqa uraman, shu nechta urganimni sanab yarim umring o'tib ketadi. Nervga tegma. Mani udarlarimni bilasan. Mana shu bit turgan udarimni hozirgi boksyorlar 12 raundga bo'lib uryapti. Mumkinmi? Nima gap? Haydar Haydarovich. Ullama, muchalik bo'rimisanlarda. Ha, Komissiya kelgan ekan, sizni so'rashyapti. bo'ldi, tayyorlanishaversin, hozir tekshiraman. Xo'p, bo'ldi. Siz turing. Siz kelib keling. Turing. Turing. Darslarga kelasiz, doim ko'raman. Qonunini gapiring. O'rgatishma. Tur. O'tirdimadimi? Bilasizmi nimaligi? Ohmni tushunmagan odamdan amperni so'ramasang ham bo'laveradi. Demak, yana bir savol. Mana tajribali o'qituvchilar bor, mana o'quvchilarimiz Jo'lon Shodmonov degani ham kelibdi nihoyat darsga. Sizga savol. Mendeleyev davriy jadvalini kim topgan? Ha? 0. Mendeleyev deydi. Mendeleyevda o'tiring. Hammani fikri shumi? Mendeleyev topganmi? Isbotlab beraman, u topmagan. Mendeleyev davriy jadvalini Deleyev degan odam topgan. Kim topdi deganimda Deleyev deyishgan. Qani o'tsa, men degan. Kim o'zi? Mendeleyev degan. Viloyatdan bo'lgan u. Mendeleyevdan bilsangiz, agar Toshkentlikda Mandeleyev bo'lardi shu. Senegalda ham viloyatliklar biz topganmiz. Toshkentda topganda Senegal bo'lardi. Tushunyapsizlar? San Fransisko bo'lar. Ho'kiz. Qayerga ketyapsan? Kim ruxsat? Illatda, sen kim javob berdi? Dars bo'layotgandan xabaring bormi? Balki ruchkang bor? Darsga ruchkasi kerak bo'ladi. Bilasanmi ruchka yo'q bo'lsa nima bo'ladi? Ruchkang yo'q bo'lsa, ho'kiz yozolmaysan. Tushunyapsan? Yozolmasang imtihonga kira olmaysan. Imtihonga kira olmasang diplom yo'q degan, ish yo'q degan, pul yo'q degan, ovqat yo'q degan, ozib ketding degan. Ozib ketding degan, xunuk bo'lib ketding degan. Xunuk bo'lib ketding degani xotin yo'q degan. Xotin yo'q degani xunuksan, yolg'izsan degan. Tushunyapsan? Bola yo'q degan. Sen bitta o'zing qolding degan. Sen bitta o'zing qolding degani bu yolg'izlik. Yolg'izlikning oxiri depressiya, depressiyaning oxiri o'lim. Bitta ruchka orqasidan o'lib ham ketmagin, bor joyingga. Bittaman yagonamanda viptaman nomini bilmadim qanaqadir eng qimmat jiptaman iPhone 15 Note Pro Plus X Plus bu qo'shiq o'zim uchun hamma uchun mix emas mani tanishadi hamma alfabetda telmagan Dubai mani qo'limda mani arendaga berganman balki o'ylashadi mani buncha yurmasa kerak tanimaganlar tanib mana o'sha Haydar Erik mana o'sha Haydar Erik Hammaga salom. Sizlar bilan Erik Haydar. Tirs. Kelishdik do'stlar. Darsni boshlash oldin bitta narsani aytib qo'y. O'tgan safargi darsimda kim meni xafa qilgan bo'lsa kechirdim.
Xuddi shunday. Men ham o'tgan safargi darsda kimnidir xafa qilgan bo'lsam, to'ppa-to'g'ri qilganman. Chunki men o'zimdan o'zim birovni xafa qiladigan bola emasman. Kelishdiki, xush kelibsizlar avvalo darsga. Bugun juda jiddiy va juda seryozni darsda o'tamiz. Ya'ni matematika va geometriya. Bormi matematikani biladiganlar? Maza qilasizlar. Matematika bu shunaqa fanki, matematikani bilgan odam qarzi bo'lmaydi. Erkak bo'lib, muji bo'lib tan olaylik. Zalda $100 qarzi borlar bormi? Bugun mashq fanni yaxshi o'rganinglar. Mashqdan qarzni qutulib chiqib ketasizlar. $500 qarzi borlar bormi? Balo bormi konsertda? Ha? Shuncha qarz bilan konsert yurmaydi. Harakatingni qilmaysanmi? $3000 qarzi borlar bormi? Yaxshi, metagochilar ham shatda. Bilmasam bilib ol, o'zimni tanishtirib qo'y. Dunyo fanlari doktori, professor olim, ximiya, matematika, fizika, shu bo'yicha kandidatskiy o'qilib, robotota texnika degan fanlarni ermakka o'rganib, 6-sinfda prosta prikolga oliy matematikani o'rgangan o'sha mashhur Erik Haydarovich bo'laman. Kelishdiga Van Damni taniysizlar, a? Ismi Van bo'lgan. Shu bir damini berib qo'ygandan keyin bo'ldi aka, bugundan Van Damman dedi. Jek Chan taniysizlar? Jeki bo'lgan. Uri changini chiqarib yuborganman. Ergaga Chang familiya qilib olsam bo'laveradimi? Behijolat ekan, bos gazini degan. Ilonga shipaga tushirganlar bormi? Ilonga velosiped mindirganlar bormi? Kelishdiga qoidalar o'sha, formasi, daftari yo'qlar, mana undaqa do'dirab yuradiganlar bo'lsa, chiqib keting. Qochib keting, ayaya bo'ladi. Atata qilaman, bir joylayim va bo'lib qoladi. Kelishdiga bugun matematika, geometriya juda seryozni fan bu. Bitta narsani bilib olinglar. Masalan, Trinidad Tobago deb bolalar, Buenos Aireslik bolalar, Oklahoma shtatidagilar, Avstraliyaliklar matematikani bilmasa ayaya bo'lmaydi. Ularga yarashaveradi. Lekin biz Al-Xorazmiyda avlodi bo'lib turib matematikani bilmasak, ana bu haqiqiy ayaya. Kelishdiga bugun futbolga, boksga bog'lab o'tib beraman, mana shu fanni. Ronaldoning muxlislari bormi? Ronaldo nechinchi yil tug'ilgan, kim biladi? 85, to'ppa-to'g'ri. 85. Ronaldo qayerda tug'ilgan? Portugaliya. Top, молодец, to'g'ri. Messini taniydiganlar, muxlislari bormi? Nechinchi yil tug'ilgan Messi? 87, to'ppa-to'g'ri. Qayerda? Argentina. Navbatdagi savol. Buyuk bobomiz Al-Xorazmiy nechinchi yil tug'ilgan? Chiqib shamollab keldingizlarmi, ha? Yaxshi, kecha kirganlar ham bor ekan. Bilmasalaringiz bilib olinglar. Buyuk bobokalonimiz Xorazmda 783-yilda tug'ilgan. Matematikaga mana ko'rib turibsizlar. Al-Xorazmiy. Kelishdiga o'zi asli matematikaga Pifagor birinchi sal matematikani boshlagan. Keyin geometriya, Pifagor teoremasi bilan geometriyani fan sifatida matematikani oldiga olib kelgan. Ana undan keyin bizning bobomiz matematikani haqiqatda fan sifatida shakllanishiga o'z hissasini qo'shgan va undan keyin algebraga asos solgan. Algebra bu nima? Algoritm. Ya'ni sanoq sistemasiga nolni olib kirgan inson bo'ladi. Agar mana shu inson bo'lganda hozir biz kim 0, kim 1 bilmay yuraveramiz. Kelishdiga. Endi savol tug'iladi sizlarda. Xo'p, bularni tushundingiz. Sani nima aloqang bor deyotganlar, mana shu joyga keldi. Kalkulyatorlaringizni olib hisoblanglar. Hozir menga bog'liqlik joyini ko'rsataman. Bu fanning 3-avlodi men bo'laman. Pifagor, Al-Xorazmiy, Erik Haydar. Isbotlab beramiz. Demak, Pifagor miloddan avval 570-yilda tug'ilgan, qo'shamiz. Al-Xorazmiy bobomiz 783-yil tug'ilgan va natija 1353. Endi bunga uyumi nomerini qo'shamiz.
uyimi nomerini qo'shamiz. Natija esa 1986. Xola bu hali hammasi bas. Endi bunga mashinami nomerini qo'shamiz. 324 da qo'shamiz. 2310. 23-oktyabr. Ko'rib turibsizlar-a? Men agar uyimni yo mashinamni nomerini o'zgartiradigan bo'lsam, Pifagor tarixdan chiqib ketyapti. Dunyo matematiklari har kuni paket ko'tarib uyimga keladi. Agar xotiningizni o'zgartirsangiz ham uy bilan mashinani o'zgartiring. Iltimos, jon aka. Men so'raylar bilmaganlar. Kelishdiga ortiqcha luqma tashlash, unaqalar bo'lmasa, demak darsni boshlaymiz. Do'stkaga sana, pana yozmaysiz, butun umrga yetadi sizlarga. Mani 30-30 qilib parama-para yetalab yuradigan o'qituvchilar emasman. Kelishdiga, demak bitta chiroyli jim bo'lasizlar, boshlaymiz. Jurnal qani jurnal? Allapa! Allapa jurnalni olib chiqing. Demak, shunday cho'layotganlar. Dunyoda ikkita xavfli zarba bor. Birinchisi mani zarbam, ikkinchisi hayot zarbasi. Uka shunday cho'ma, dars bo'lyapti. Isha? Ey! Men seni tanidim. Dars tugaydi. Sen darsdan keyin uyinggacha boshing orqasiga urib olib ketaman, sen. Men seni tanib oldim. Test javoblarini ham olib keling. Demak, uchta choma deyapman. Shunaqa uraman, seni ko'rgani borgan o'rtoqlaring bor-ku. Ergaga urgan o'rtog'imiz qayerda yotibdi desa 13, 14, 15-palatada deydi. Nimaga? Sen iloji bo'lmayapti, bo'lib davolayapmiz deydi. Matematika qaranglar. Bitta sonni o'ylanglar, bir xonali bo'lsin. Bir xonali bo'lsin. Bitta sonni o'ylanglar. Aytmaydi uni, ichida o'ylaydi. O'yladilaringni 2 ga ko'paytiringlar. Chiqdi, yaxshi. Endi 5 ni qo'shinglar. Ko'zni yumamiz. Ko'zlaringni olib qorong'lashdimi? Yo'qlama qilib olamiz. Ahad Qayum kelganmi? Qani ikkalasi ham shatdami? Qaroninna. Amakizga tars qilib qo'ying. Savol. Nimaga oxirgi payt aktiv tushib ketdi? Nima bo'sh? Nima yo'q bo'lib ketdi? To'g'rimi? Nima bo'lyapti? Nima muammo? Nimaga band? Nima yo'qsiz? Pul ko'payib ketgan? Qarang. Betizga irg'ib yuboraymi hozir? Ha? Pasport olib o'tib ketadi. Mana shu bit turaman, pasportlarni jinsiz degan joyi uchun almashtiradi. Nimaga yo'q bo'lib ketdingiz? Kino, serial nima bo'lyapti? Ishlar bo'lyaptimi? Mo'ykachini. Qanaqa serial ustida ishlayapsiz? Xo'rlangan mo'ykachi. Dunyoda ikkita xo'rlaydigan narsa bor. Mana hayot xo'rlagan odam, erik xo'rlaydigan odam. Kinoda nima yangiliklar? Yangiliklar bormi? Bu nimadirlar o'lyapsizmi? Gapir! Tarixiy serial olishyapti ekan. Rejissor o'zingiz. Qarang. Hali yer o'zini o'qini atrofida aylanadi-yu. Shu bir 15 sekundga to'xtab tursa tushib qolasizmi? Ha? Ne bo'layotganda ne to'xtatdi? Tushib qolasiz, biz bor ishlarimizni bitirib qayt. Ha? Muammo yo'q, keyingi yil chiqib olaverasiz. O'tiring joyingizga, yaxshi. Lekin xulqi yaxshi bola. Odobi yaxshi bola. Piyat qo'yadigan bola. Yo'qlamalarda Sanjar Pardayev degani kelganmi?
Xafa bo'lish yo'q ama lekin. Freyonningizdan. Uka menga kulmang. Ko'krak qafasingizga ikkita bedana tashab qo'yaman, tinchingiz buziladi. Shuningizda asabga tegmang uka. Mo'ylovlaringizga tirish tushirib yuboraman. Men o'tgan darsda yo'q edingiz. Tinchlikmi? Nima muammo? Ishda edim. Maktabga olib ishga o'tib ketdingizmi? Yaxshi bas. Sizga savol. 1 2 ga ko'paytirsa nima bo'ladi? O'qimaganda 1 2 ga ko'paytirsa 2 mish. Bilmasam bilib olinglar, bilmasalar. 1 da hech qachon 2 ga ko'paytirmanglar. 1 da o'zini ko'paytiringlar. Men bilaman-ku. Hozir 2 ga ko'paytirib ruxsat bersa, ertaga 3 ga, 4 ga harakatni boshlaysizlar sizlar. 1 da o'zini ko'paytiring, 1 bilan baxtli yashang. Bo'ldi. O'tiring, yaxshi. Navbatdagi inson. Kabulov Davron kelganmi? Kelgan. Ha. O'tgan safar darsda yo'q edi, Ismoil. Uni tushuntirishdi. Ish bilan, maktab ishlari bilan yuribdi. Endi sizga ham oddiy savol. Bizda savol cheksiz. Kelishdik-a? Millionni 2 ga bo'lsa nima bo'ladi? Ha? Oddiy matematik savol. Sinfda qolib ketadiganlar bo'lar. Bravo. Ibragimova Halimaxon kelganmi? Trayoningizdan. Nima o'tgan safar dars kelmadingiz? Soqqali, ahad qo'yin soqqali ish bo'lib qoldimi? Ha? Savol. Mahallada ikkita xotin gaplashib o'tiribdi. Ularga 3-xotin kelib qo'shildi. Nechi bo'ladi? 3 bo'ladi deydi. Bilmaydi-da, o'qimagan. O'qimagansiz. Mana to'g'ri javob. 3-xotin qo'shiladi-yu, agar eri chaqirib olmasa, shu 11-12 gacha o'tiraveradi ular. Tushunyapsizmi? Bu 3 ta 4 ga ko'paytirsa nima bo'ladi? 12 bo'lmaydi. 3 ga 4 rasm bo'ladi. O'tiring. O'qinglar, o'qinglar, o'qinglar. Dunyo kartasi bilan durak o'ynaganlar bormi? Yo'q-a? Yaxshi. Xo'p, navbatdagi yo'qlamani boshliq qilaveramiz dedi. Kim? Qani familiya? Men ochmabmiz-ku. Abdurahmon Mufid degani kelganmi Abuvay? Qani turinchi o'rningizdan? Qarsanglar bo'lsin. Juda yaxshi bola. Yetakchilarimizdan. Juda yetakchi bolalarimizdan. O'qishlar yaxshimi? O'tgan safar nima yo'q edingiz? Tinchlikmi? Uxlab qopman. Odam bitta joyda ko'karadi. Yana shunaqa javob bersangiz, bitta joyingiz ko'karadi. Shuningizda savol. 8 qanaqa son? O'rgatmaymiz. 8 qanaqa juft son? Hammada shumi javob? O'qimaganlar shatdan ma'lum-da. 8 qanaqa son desa keyingi safar. 8 bu ko'zimni qilganda 3 ga o'xshab ko'rinadigan son deydi. O'tiring, yaxshi, malades. Yaxshi bola, yaxshi bola. Qani, kelganmi? Gold Vision. Izzatullo aka kelganmi? Mana bu kamerachilarning rahbari. Izzatullo. Taroninni, ha? Salomat. Qancha arsiq qo'yinchibdi? Salomat. Nima o'tgan safar darsda siz yozib olib chiqarib, to'palang janjal qilib yursiz? Oddiy savol. Bitta sonni o'ylang, bir xonali bo'lsin. Bitta sonni o'ylang. O'yladingiz-a? 785 ga ko'paytirib 913 dairasida ildiz ostidan chiqqan sonni 2x ga ko'paytirib turib, tangens 90 gradus burchak ostida nechi bo'ladi? Bo'ldi, akani bezovta qilmanglar. Dushanbagacha band. Qo'y. O'zini o'zi bilan band qilib qo'ydim. Akaga ortiqcha gap kerak emas. Biz ko'cha-kuyda mana qilib qaysi oyda dushanbasigacha ekan? Qani dilimi degani kelganmi? Mana Dilshod Nazar. Salomat. Amakingizga tars qilib qo'yingchi. Salomat. Savol. Siz yurgan qiz, tasavvur qilaylik, sinus. Kimdir sinusida u. Siz tangens.
akalari kosinus. Yur qizni sinusni tashab ketsangiz, siz nima ish qilgan bo'lasiz? Katangizni ishni qilgan bo'lasiz. Endi o'sha qizni akalarini borib, o'rtalaringiz bilan ursangiz, geometriya matematikada nima bo'ladi shu holat? Bilmaydi, o'qimagan, darsga kelmagan. Akalari kelib, sizni qo'vusga olib turib, bir ildiz ostiga tiqib qo'yadi. Kasringizga qolib yuraveramiz. Bag'i keyin parallel pipetda. Qaladi, yaxshi bola. Yaxshi bola. Men bu bolani ana ilmiy ishlarini ko'rdim. Diliy taxallus ostida. Uka menga gapirsin, papirsin qilma. Papirsin qilma uka. Dars bo'lyapti. Gapirsin, va bo'yningga shunaqa uraman, bo'yning tugul, bo'yningdagi qarzlaring ham uzilib ketadi. Ochkini berinchi bolam. Ochkini berinchi. Originalimi? Yoningizdagi qani bersinchi? Berinchi ochkini qani? Qani? Yaxshi. Bunday qilingchi? Mana shunday yuraverasiz. O'zi bunaqa bet bilan kech payt 12 dan keyin chiqsangiz ham bo'laverar ekan. Hozir o'qituvchining ustidan yozadiganlar ko'paygan. Ha? Mumkinmi? Ha, mumkin. Keling. Nima bo'ldi? Javoblar chiqdimi? Shte choma! Test javoblari. Chiqdimi? Tak, hammami? Qani sizniki? Qani siznikimi? Ha, mana ikkita chizgicha. Iye. Nazokatxon. Tabriklaymiz kollektiv nomidan. Kuyov bolaga salom aytasiz. O'g'ilmi, qizmi bergan. Pensiya tagliklari bor. Mana bu yerda turibdi bizni homiyimiz. Pensiya tagliklari, vlajniy salfetkalar. Shuni olasiz o'g'lingizga mendan padarka. Qo'rqmang, u yara toshirmaydi, qizartirmaydi. Uni o'g'lingiz kelgandan keyin tursiydan ko'ngli qolib ketadi. Katta bo'lganda ham hech qis kelmaydi. Shu banan qulpini aralashgan hid kelib turadi. Boravering, yaxshi, tabriklaymiz. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tabriklab qo'yasizlar. Demak, uka ishni cholarma, ishni cholayotgan tishini bor-ku. Shu bit turaman, shani banka qo'ysang ham tuzalmaydi tishingga. Zuluk qilib uka hozir sani borish. Ikkala qoshing orasiga irg'ib tepaman, qoshlaring o'yinga tushib yoradi-sha. Asabga tegma. To'lqinjonni yana kelganmi? Maktabda zo'ravoni. Turayingizdan. Qani sahnaga. Qarshi bu yangi o'quvchimiz. Salomat. Qismay qo'yardim. Osh yeydigan bo'lib qoladi-da, qo'laman qissam. Yo nosga, yo oshga mo'ljallanib qoladi. Qalay bo'lyapti? Sizga kim ruxsat berdi bu maktabga buna figura bilan kelishga? Qarab, kattalar bunday qaramaydimi bu figura? Forma mayli, figura. Sport yaxshi narsa. Sport yomon emas. Sportda mana maktabda shu bola hammani himoya qilib yuribdi. Mana daraxtlar chopiladimi, hammasida o'zi bosh-qosh bo'lib turadi. Malades. Qani bitta uringchi? Mashitga. Bitta, ha, tars qilingchi qani. Jim, uringchi qani. Jim, uravering. Jim, gapirmanglar, uravering. Uryapsizmi? Mana sportda shunaqa matematikada qoida bo'lmasa charchab qolasiz. Udar ham qattiq tegmaydi. Qattiq qilib shuni qarang. Og'rimadimi?
Bo'ldi. Sekin joyingizga bu oma bitta narsa. Dushanba kuni bir doktorga borib rentgen qildirib yuboramiz. Bo'lmasa olib ketib qoladi. Jiddiy qaraysiz. Hop, jiddiy qarang. Bo'ldi, sekin tushavering. Joyini ko'rsatmanglar, o'zi topsin. Jim. Yaxshi. O'sha gap, borib bir yo'li ana kardiolikka ham uchrab o'rasiz. Uni yomonda bir teganda boshida kuldiradi. Maza qilib turadi. Salapan bilan yuradigan qilib qatda bu-da. Yaxshi. Ha, dushanba. Kardiogramma. Yaxshi. Demak, davom etamiz. Doniyor, Donikvayn hamma taniysiz. Bahodir bir shisha aroq ichdi. Doniyor 2 shisha aroq ichdi. Savol: 2 shisha ichgan Doniyor qaysi burchak ostida yotibdi? Ha? Bilmaysiz. Bilmasangiz bilib Doniyor o'tkir burchak ostida yotibdi. Chunki o'tkirligiga bor ichganda. Tushundingizmi? Geometriyani qattiq ushunki. Sog' bo'ling, o'tiring. Husan Atabat degani kelganmi? Qarsanglar bo'lsin. Mana oddiy savol. Mana shu basharani 2 ga bo'lib 4 ga ko'paytirsa nechi bo'ladi? Elmurodni nima? Sizlar xafa bo'lish yo'qda, aqa-baqa qilib tashladingiz. Ko'p navbatda MMA'lar bo'lyaptimi? Maktabda yaxshi. Mana shu maktabda MMA sport turi zo'r rivojlandi. Endi bitta narsa, geometriya. Hozir biz odamlarga o'rgatishimiz kerak. MMA'da stoyka qana bo'ladi? Mana bu narsa stoyka deyiladi. Ko'ryapsizlar? Bitta hamma narsa geometriya. Oyoq uchburchak. Endi bu xillar mana haqida turib olayotganlar ham bor. Bu kerak emas. Uchburchak. Mana bu narsalar 45 gradus burchak ostida turish kerak. Agar sal tushsa bo'ldi, bir uradi raqib, burchak jinnisi bo'lib turaverasiz. Kelishdigi 45 gradus ushlash kerak bo'ldi, tamom. Kelishdigi urganda ham mana bu narsa. Vertikal, gorizontal. Vertikal, gorizontal. Sportchilar, meni payimdan bo'linglar, bo'ldi. Shunaqa udarlarim bor, hali ochilmagan upa ko'pkada. Shu qattiq ko'rsangiz ham betiga tegaveradi-da. Tushunyapsizmi? Aytyapman uni. Taxminan qatga o'tsangiz ham uni betiga tegaveradi. Suvelari bilan birga ko'nglini ham sindirib yuboradigan udarlar. Uyga borib, o'riga baylab, o'ri daraxtga itini oldida ursangiz ham bo'ladi-da. Kelishdigi, davay, sportni mahkam ushlaylar. Bo'lmasa, mahkam sizlar ushlashi mumkin-da. Qarsanglar bo'lsin, yaxshi bolalar. O'zimizni sportsmen jaydari bolalar. Demak, o'rtoqlar, ana endi men sizlarga hozir futbolga bog'lab tushuntirib beraman. To'p topchiq. Mana shu futbolni hozir geometriyaga shunaqa bog'liqligini ko'rsataman. Bo'sh ish o'rnida. Mana shu qo'yganiga 10 ming, 15 ming olib yuradi. Kelishdigi futbol. Futbolda, menga qaranglar. Realda muxlislari bormi? Benzemaga qaysi biring nomerimni berding? Ha? City bilan oxirgi o'yinda menga telefon qilib, "Eriga bizga boshqa to'p olib bering, City narigini bermayapti" dedi. Keyin ayting, biz tomonga kelib olishmas, o'zlarini varatasi bor-ku deydi. Unaqa nomer tarqatmanglar. Demak, nima? Uka, gapingiz men qitiqlab o'ltiraman, topib olsam. Nima? Shu bir ruchinga qusaydigan qilib qolman. O'rtoqlar, biz fintlarni ham joyiga qo'yib olishimiz kerak-da. O'yin payti, mana misol uchun, mana. Ko'rib turibsizlar. Hop. Ko'r. Gaplashib, kofe ichib, mana shunday yuraverish kerak-da futbolistlarimiz ham. Tushunyapsizlarmi? Ha? Ko'rib turibsizlar. Ko'r. Shuni to'psiz ko'rsating. Ko'rib turibsizlar?
yo'q to'pga shuncha qo'rqishyapti. Agar shularni bir to'p bilan qiladigan bo'lsak boru, raqiblar ishtoni qochib ketadi. Kelishdik-a? Dixalga ham ketdi. Ana kuni Dixalkam bilan gaplashdi. Aka bo'ldi qilaylik deydi. Qaytardim men. Xo'p, davom et. Haydarovich, juda zarur. Seni uka, mana shu 3 choli muzika chiqarmanglar. Hozir barmog'imni qirsillataman. Ozarbayjoncha usulmi deb orasan. Ha, Elon Musk telefon qilyapti. Elon Musk? Hani? Allo. Allo dons. Aha. A ty tycker det candy shop. Nu tatt som en candy shop. iPhone, smartphone. Vad är det på? Ha? Motherfucker sister brother. Aha. Holland. Okey. Holland gol uribdi. Demak, mana shu joyda darsimizni eng kulminatsion nuqtasiga yetib keldik. O'rtoqlar, haqiqiy savol. Haqiqiy savol. Bek Vaynes degan turingchi o'rningizdan. Turing, qarsak bo'lsin. Yaxshi bola, salomat. Oddiy savol, pizza haqida. Hamma biladigan savol. Zuzu pizza misolida tushuntirib beraman. Ekranga qarang. Pizzani korobkasi to'rtburchak, to'g'rimi? İçidagi pizza dumaloq. Endi buni biz 3 burchak shaklda yeymiz. To'g'rimi? Uchalasini qo'shsa nima bo'ladi? Ha? Javob nima shularni? 4 burchak dumaloq, 3 burchak qo'shib teng. Javob yo'q? X bo'ladi. PlayStation. PlayStation'da pulti. Zuzu pizza, tushunyapsiz? X nima bir vazifani bajaradi futbolda? Oshiradi, pas beradi. Ko'ryapsiz? Mana shunaqa pizza bo'lganda bersan ham degan ma'noda bildiradi. iPhone'da kamerasi dumaloq, lekin rasmga olsang to'rtburchak chiqaveradi. Buni javobini keyingi darsda o'rgataman. O'tirib. Haydarovich. Ona. Uka, men seni ko'rdim. Men seni eslab qoldim, isha. Shu urib kiyimlaringni yirtib yuboraman. Yangi kiyim olgunicha moda o'zgarib ketadi, isha. Men seni tanidim. Men seni shuni prekrasno bilib turibman. Nima deysiz? Men bor uzr, men mumkin emas desam, men deb tarbiyasi bostirib kirishga harakat qilyapti. Yo, xalaqit qilmay turing endi seni. Baqa o'tib turing. Qo'shdichi? Tinchlikmi? Bizni jiyanga baho qo'ymaydigan sizmi? Nima bo'lyapti sizga, ha? Shu bo'ladi ashta. Nima deysiz? Bizni jiyanga baho qo'ymasdan yiqitib yuboryapsiz ekan, bahoni qo'yasiz, keyin ketaman. Tushunarlimi? Qo'yish kerakmi? Qo'yasiz, qo'yganda 5 qo'yasiz. 5 qo'yish kerak? 500 ketmaydi. Svet yondimi? Tanidingmi? Eriga. Salom alaykum. 14 dama surgandek bo'ldimi? Ha? Erik Haydar. O kallani ehtiyot qilgan. Ichida miya bo'lishi mumkin. Tushundingmi? Miyani ishlatgan, og'rimaydi. Keyin kitob o'qigan, bir xilgilar bor, kitob o'qisam kalla ishlab ketib qoladi bo'ylaydi. O'qigin, tushundingmi? Keyingi safar yana shunaqa qilsak, havoga olib chiqib olaveraman. Ertalab 9 da chiqib ketamiz. Shu obedlarda och qoringa tushib kelaveramiz. Tushundingmi? Menga o tanka sizlar ham shu. Panka jo'natmanglar sessiya payt. Kelgan tankalari shu suv sepib miltiqqa o'xshab chiqib ketaveradi. Keyin pora masalasi. Pora taklif qilib yurishma, tushundingmi? Hozir pora berasan, meni hojatim chiqadi, keyin seni hojating chiqadi. Ta'limni shunaqa qilib hojatxona qilib yuborishyapsan. Tushundingmi? Uzr, men Shabaloqdan tanib qoldim. Bor, yo'qal. Men agar bilsizligingizni Bor, yo'qal, orqamacha gapirib chiqib ket gaplaringni. Xo'p, bo'ldi. Men agar sizligingizni bilganimda Heriyaga, o'maga qarama.
Umuman gapiryapman. Keyingi safar jiyanni o'zini kaltaymiz. O'rtoqlar, bugun mana shu darsda Elmurodni dadasi bilan yasi ham kelganmi? Qani Elmurod dadasi bilan yasi? Karim tog'a, salomat. Salomat. Yaxshi, yaxshi. Ma'mur opa, yaxshimisiz? O'tiring. O'tiring. Bu odamlar Elmurodni ota-onasi. O'g'illaring yaxshi, yomon emas. Endi to'g'richa parosat o'rtacharoq. Yomon emas, yaxshi bolani tarbiya qilgansiz. Men nimasini hurmat qilaman? Masalan, 3 ta qizi bor, lekin xotinini hali haydab yuborgani yo'q. Bitta chumolaga o'xshaydi. Mana shu tomonlari yaxshi. Ichmaydi, chekmaydi, yurmaydi. Bitta narsa, men shu odam Elmurod dadasi, to'g'ri, menga aloqasi yo'q, lekin meni dadamligini boraman, nima qilay? Nimagaligini aytaymi? Chunki dunyoda qanaqa og'ir kasallik o'zi hammasini bo'ldi-da mana shu odam. Insult, infarkt, rak, yurak operatsiya, yurak ko'chir, tomir ko'chir, insult, davleniya, sahar. Buni endi Mustoshifo, Arroziy degan klinikalardagilarda so'rasalaringiz bilishadi. Mana shu yoshda mana konsertda o'tiribdi. Endi men boshida kelishdik. Men Elmurod aytdi, aka men ota-onamga sovg'am, men beparosatni bilaman. Hozir unga qo'yib bersam, bitta she'r aytib, Zayniddinga o'xshab gul bilan qutulib qo'ya qoladi. Bugun sizlarga, men ham sizlarning o'g'illaring qatoriman, to'g'rimi? Siz o'zim sovg'a beraman. Mana shu bolani yaxshi tarbiya qilganlaring uchun. Elmurod, bu odamlar endi mana qo'li gips. Aytibman o'zimizdan. Meni dadamni devoraman-da, qo'li gips. Men sovg'a beraman. Elmurodga aytib yurmaysizlar. U ipilosga hozir aytsam gul beradi. Bu shu-da endi. O'zini boy qilib ko'rsatib yuradi. Mana bo'ladigani mana. Bo'laveradimi? Salomat. Qani tars qilib qo'yingcha. Yaxshi. Olib chiq sovg'alar. O'tgan yili darsga kelmadingiz. Pulini men to'laganman. Va hech qanaqa reklama, peklama bas. Prosta endi o'sha bolalar dokumentini qilib beradi. Mana shu bolani tarbiya qilganlaringiz uchun Ma'mur opa bu sizga. Karim aka 20 ta davlatga sayohat. Ma'mur opa menga paxta qo'ymang. Bilaman buni Elmurodga olib kelgan. Mayli. Elmurodga olib kelingan gul. Shu. Ey navbatda. Men bitta sovg'a beraman, shu bilan qayta sovg'a bermayman. Bu Elmurodning qizimi deyman-a? Dadang qali? Dadangga salom et, ha? Bor. Bugun mana baki bratishki. Mana bolasizlar uyga bor, to'g'rimi? Meni uyimda. Elmurod kichkina qizi. Dadang qali? Qo'y og'zidan cho'p olmaydi, lekin tishini sug'urib ola qoladi, qo'y. O'sha uy buniki bas edi, u askiya qiluvdi. Mana o'sha sizlarga. Kim edi bu bola? Daler. Elnurdikas, malades ekan. Odam tanlashda adashmayapsan axir. Ashta o'tirgan hammalaringga aytaman, sizlar qiziqchi tanlashda dunyoda eng didi baland odam ekansizlar. Shunaqa ham yuqori didi bo'ladimi? Mana darsni mana shunaqa o'tish kerak. Kelishdik-a? Karim tog'a, kasal bo'lib qolish yo'q endi bag'iga. Baqa endi bo'ldi, to'xtatamiz. Anuni olib ketmaymiz sayohatga. O'zimiz. Siz, men, Ma'mur opam kelishdik-a? Cho'lamiz. Bunga borsangiz darvoshda reklama yasab, jinniga o'xshab yuradi. Prosta bor, kayf qilib dam olib keladi. Kelishdik-a? Avvalda. Beparosat muzika. Bitta narsani bilib olinglar, o'rtoqlar. Bu hayotda hamma narsani pul hal qilavermaydi. Haqiqatda diqqat bilan gapimni eshitinglar. Pul bu hayotda hamma narsani hal qiladi degani emas. Tasavvur qiling. Sizga hozir 10 million dollar bersam, siz xursand bo'lasiz, rahmat aytasiz, to'g'rimi? Lekin evaziga ertaga uyg'onmaysan desam, 99% odam o'sha 10 million dollarni olmaydi. Bu degani har birlaringizni ertangi kunlaringiz 10 million dollardan qimmat turadi. Sizlarga berilayotgan har bir kunni qadriga yetib, kulib, tabassum bilan o'tkazishlaringizni xohlayman.
Sizlar bilan kamina Erik Haydarovich bo'ldi. Rahmat. Hammaga salom o'rtoqlar. Sizlar bilan Erik Haydar. Ustimdagi kiyim, manu, ochki hammasi 500 ming dollar turadi. Meni san'atimga emas, kiyimimga e'tibor beringlar. Manchester City'da muxlislari bormi? Kim? Padarka, men sizga. O'sha mashhur Real Madridning muxlislari bormi? Ana sizlarga padar. Barselonaning muxlislari bormi? Bitta narsani bilib olinglar, bu klub sizlarga padarka emas. O'rtoqlar, kelishib olaylik. Bugun jiddiy yakuniy nazorat. Bugun borini bor, yo'g'ini yo'q qilamiz. Ogohlantirib qo'y. Ana uyida deganni mana manu ro'y moylari bor-ku. Darsga xalaqit berish uchun cho'ganinglar, qip yalang'och qilib yerga qarab ustingdan yog'si begaboy daroshga qilaman ustingda ishon. Asamga tegma. Bugun odam anatomiyasi darsini sizlarga o'tib beraman. Ya'ni meditsina. Kelishdiga bitta chiroyli qarsanglar, biz boshladik. Boshida o'zimni tanishtirib qo'y. Ismim Erik Haydar, professor olim bo'laman. Katta tanaffusda eshitgansizlar-a? O'zim katta qilganman. Mengacha u kichkina bo'lgan. Erik aka biz ham ko'taring, katta qiling yurardi. O'zim ko'tarib katta qilganman. Xalqlar do'stligini eshitgansizlar, mana o'tiribsizlar. Shular oldin dushman bo'lgan. Men o'zim do'stlashtirib, "Bunaqa qilmaydi, bo'l kerak emas" deganman. Kelishdiga, "Opalar, plastik operatsiyani eshitgansizlar-a? O'shani men plastikka o'tkazganman." Darsga xalaqit beradiganlar, men u 41, lekin 44lar bilan o'qigan. Teganda 48, 49 bo'libdi-ya. Kelishdiga boshladik. Odam anatomiyasi. Bu fan nima? Odam anatomiya 3 ta cho'mak-ku. Men seni tanidim Iplos. Men seni tanidim. Sen hozir oldinga tush, kallangga fofur, kallang chuqurcha qilib qolma. Yomg'ir yog'sa suv o'shatga to'planadigan qilib qolma Iplos. Asabimga tegma. Qolganlar suvni og'zida g'arg'ara qilsa, sen boshingda g'arg'ara qiladigan qilib qolma Iplos. Men seni eslab qoldim. Eslab qoldim seni. Konsert tugadi-yu. Ko'chada yurganingda ham boshingga suv quyib qo'yma, muvozanatda yuradigan qilib qolma uka. Samga tegma. Tak, diqqat bilan eshitinglar. Bo'ldi. Mana shu 3 ta cholayotganlar, parosat katta qilyapsizlar. Ve darsga xalaqit bermaylik. Mana meditsina deyapman, qiziq bas bularga. Tupurib qo'ygan meditsinaga bular. O'sha uchun meditsinadagilar ham sizlarga tupurgan. Diqqat qilinglar. Odam anatomiyasi nima? Odam anatomiyasi fani inson organizmining rivojlanishi, o'sishi, uni shakllanishini o'rganuvchi maxsus fan. Bu bas qillaring. Yetar. Faqat meni darsimdami kamchiliklar? Erikning darsidan, Erikning ko'nglidan joy ola olmaysanlar senlar. Bu fanni fan sifatida shakllanishiga bizni buyuk bobo kalonimiz Ibn Sino bobomiz asos solgan. Yevropada Avicenna, butun dunyoda meditsina nomi bilan mashhur Ibn Sino bobomizning nomiga meditsina so'zi qo'yilgan. Meditsina, madadni sino degan. Bu degani O'zbekiston meditsinani poytaxti degani. Ibn Sino bobomiz 980-yil O'zbekistonning Buxoro viloyatini Afshona qishlog'ida 18-iyun kuni tug'ilgan. Endi savol,
Nimaga biz mana shunday bir ulug' inson tug'ilgan yurtda tug'ilib, meditsinani poytaxti bo'lib turib, jigarimizni Hindistonda davolatyapmiz? Nimaga ayollarimiz rak bo'lib qolsa Turkiyaga yuguryapti? Nimaga odamlar ko'zini Germaniyaga borib davolatyapti? Nimaga? Ibn Sino avlodlari nimaga shunaqa bo'lib qoldi? Kimda javob bor? To'g'ri javobni diqqatni eshitinglar. To'g'ri javob chet elliklar uchun bizni bobokalonlarimiz legenda. Biz uchun Nexi 2 legenda. Tushundingizmi? Butun dunyo o'zi pichoqsiz davolashga o'tgan, bizgilar hali nima yozganini tushunmaymiz. Zahar yozib bersa ham bor ichib yotaveramiz. Hop, yana qaysi sinf tekshirish kerak endi, hali. Qaysi sinf bu? Davomat yaxshimi? Tikda formasizlar ko'ryapman. Hozir ustozlarga gap olib berasizlar shuni orqasidan. Hayfsan berib yuboraman. Adashdi. Aka. Aka. Nima so'rayapsan? Davomatni tekshiraman, xonadagi holatni tekshiraman. Maylimi? Bilimchi bilim. Bolalar bilimini kim tekshiradi? Bormi ro'yxatingda bolalar bilimi? Mediklarda bilimi bormi ro'yxatingda? Unaqa ortiqcha narsalar bizni qiziqtirmaydi. Davomat, forma, xonani yoritilganligi. Siz meni chalg'itmang. Xo'p, bularni bermasa nima bo'ladi? Men birinchidan komissiyaman. Xo'sh. Men u tepadan keldim. Maylimi? Hozir yana 2 minutdan keyin pastdan keladigan qilib qolman aka. Aka, Yo endi men o'zim ishimni qilyapman. Mana shu davomatga qarab, sizni baholayman-da. Hozir ustozlarga ham baholayman. 5 olsangiz 5, 1 bo'lsa 1. Mana o'quvchilaringiz ko'z o'ngida. Davomatni qancha bo'lyapti o'zi? Forma kimda yo'q? Salom. Betti yarmida gaz yondimi? Bizdan bag'az sig'on. Ko'tarildimi? Kimman deding? Komissiyaman. Komissiya, balki tekshirasizlar-da o'zlaringcha. Ayyi. Mana shunaqa sanlar shu mediklarni darsini bo'lib, kerak emas narsalar so'rab yurgani uchun ham mana bo'lajak mediklar keyinchalik faqat komissiyadan qo'rqyapti. Xalqdan umuman qo'rqmay qo'ygan. Aka. Mana shu yerda turasan, kakras tekshirasan. Kim kech qolib kelsa, forma yuzasini tekshirib kirgizaverasan. Mana shu yerda tur. Aralashma darsga iplos. Voy, kechirasiz, men komissiya mana formada galsuylarim bilan turibman. Unaqa emas-da-yi. Siz o'qituvchilar tekshirasiz, chunki siz bilimingiz zo'r. Bularni biz tekshiramiz, to'g'rimi? Sizga savol. Ibn Sino bobomiz nechinchi yil tug'ilgan? Endi avvalo tug'ilishni o'zi bir mo'jiza. Shu o'rinda shuni aytib o'tishim kerak. Konkret, dars. Qachon tug'ilgan? Endi konkret degan so'zni o'zi bir faktga asoslanishi kerak. Birinchi navbatda shuni aytib o'tishim kerakki, konkret javob bu juda ham murakkab bo'ladi. Menga qara, sen olib qochishingdan deputatga o'xshayapsan-da. Bakkaga men qara. Nechinchi yil tug'ilgan Ibn Sino bobomiz? Hamma bilyapti. Studentlarcha ham bilimi yo'q. Kim qo'ygan sen komissiya qilib? To'rmatda. Xollasang boshqa savol beray. Bekorga komissiya. Tangingiz 90 gradus burch ostida nechiga teng? Qata turish kerak edi. Aralashma iplos. O'rtoqlar. Buyuk 3 ta choma. 3 ta choma qora kiyimdagi. Mana ikkala qoshingni orasiga yoz. Manatim bilan shuna uraman, ikkala ko'zing bir-birini ko'radigan qilib qolman. O'sha agar odamni urushda pulli qilib qo'ysa, kredit olib bo'lsa ham uraman masan iplosni. Diqqat bilan eshitinglar. Ibn Sino bobomiz o'shanda birinchi bo'lib o'zbeklarga nima degan? Agar degan, chang bo'lmasa, odam 1000 yil yashaydi, birinchi o'zbeklarga aytgan. Xudoga shukr, biz chang shaharlar bo'yicha birinchi o'rinda turibmiz. Chang yutish bo'yicha ikkinchi o'rindamiz. Yana bitta gap. Odam organizmi. Agar sizlar anatomiyani bilsalaringiz, meditsinadan muammolaringiz bo'lmaydi. Buyuk professor Erik Haydarning shunday gap bor. Anatomiyani bilmagan odam nafaqat keraksizdir, balkim xavflidir deyilgan. Kelishdiga. Birinchi savol. Boshlaymiz. Qaysi turingchi? Siz turing. Burunni vazifasi nima? Burunni vazifasi. Qichish. Orqa bilan bir xil ekanda burun, ha? Mono bilan mono bir xil ekanda, sizda. Nodirbek Hayitov degani kelibdi mana darsimizga. Burunni vazifasi nima? Nafas olish. To'ppa-to'g'ri.
butun dunyoda burun nafas olish, hid bilish uchun ishlatiladi. Faqat bizda ayrimlar buni birodishiga tiqish uchun ham ishlatadi. Kelishdiki, Umidjon Umarov degani kelibdi. Sizga savol. Quloqning vazifasi nima? Eshitish, to'ppa-to'g'ri. Butun dunyoda quloq eshitish vazifasini bajaradi. Hammani qulog'i shunaqa. Faqat bizda bunga lag'mon ilish uchun ham ishlatamiz. Qanaqadir quloqli qilish uchun ham ishlatamiz. Jaloliddin Ahmadaliyev, kelibsiz-ku? Kelibsiz-ku? Salomat, qani? Amakiga chaqib qo'yingchi. Qayerda yuribsiz? O'tgan darslar nima yo'q edingiz? Qani baqa chiqingchi? Baqa chiqingchi. Keling. Baqa keling. Uka hozir eshitasan mendan. Mendan eshitasan hozir, ha? Savol beraman, topsiz, yana qaytib joyingizga o'tirib, kim kirgizdi bu bolani darsga? Bo'lmasa mana shu yerdan u o'ladi. Chestniy bo'ladi. Savol. Menga qarang. Nima o'tgan safar qiynavdim bir joyga olib borib, qo'shiq qilib chiqarib yuborsizmi? Ha, yetar, qiynoqlaring. Kerak emas. Kerak emas. Yetar, azoblaring. Qiynaganim nima qilmayman. Demak, savol, odamning ichiga nimaga bunaqa bo'ladi? Shu bunaqa bo'lsa bo'lmaydimi? Unda o'ziga yarasha sababi bordir-da, shunaqa bo'lmasa kerak. Olib qochmayman unga o'xshab. Nimaga odam organizmidagi ichak bunaqa. Shu bunaqa bo'lsa bo'lmaydimi? Bunaqaligini bilmadim-ku. O'sha kelgan o'sha ovqatni, o'sha vitaminlar, kerakli vitamin shu ichaklar olib qolishi uchun adashmasam. Shu meditsinadan xabarim yo'q-ku. Bilganim. Siz san'atni qattiq ushlang. Meditsinaga aralashmang. Nimaga bunaqa bas? Chunki agar odamning ichiga bunaqa bo'lganda qaynoq suv ichsa, u kuyadi. Shundaysa, men bu yashirincha kirganini ko'rib qoldim. Nima qilaylik, o'tirsinmi, chiqib ketsinmi darsdan? Tanish bilish qilishma, ertaga majula seni davolaydi bilimi yo'qlar. To'r qator, qo'shiq yo'qsa o'tiramiz uchadi. Borimda bor, yo'g'imda yo'q, sinib ketsam ko'nglimda stol jo'ralar. Jo'ralar. Borimda bor, yo'g'imda yo'q, sinib ketsam ko'nglimda stol jo'ralar. Jo'ralar. Bir taysar bo'ri yedim, davralarni to'ri yedim, ichingizda zo'r yedim, jo'ralar. Jo'ralar. Olin so'rash bo'ling. Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar? Dars bo'lyapti. Meni ham o'tgan safar meditsinadan savol berganimda mana shunaqa qo'shiq aytdi. Jaloliddin, boring o'tiring. Qo'shiqda uchun siz qo'shiqda zo'rsiz. Meditsinaga aralashib yurmang. Qarsanglar bo'lsin. Kelishdiki, mendan ko'pchilik so'raydi, erkakka nimaga gif konkurs qilmaysiz? Tinchlik. Men senlarga bloger basma aytib qo'yay. Vayim. Men bitta gif qilaman, qaytib gif bo'lmaydi O'zbekistonda. Bitta gif qilamiz, yo qilaylikmi gif? Gif konkurs. Bitta bo'ladi, qaytib bo'lmaydi. Ikkita sovg'a bo'ladi, ikkinchi o'ringa sariq bolani qo'yamiz. Birinchi o'ringa iPhone. Kelishdiki, keyingi savol o'rtoqlar. Bobur Mansurov. Kelibsiz-ku, ha? Qani, chaqib qo'yingchi tog'asiga. Qani, oshqozonning vazifasi nima? Hazm qilish. To'ppa-to'g'ri. Butun dunyoda oshqozon hazm qilish vazifasini bajaradi. Ibn Sino bobomiz ham tib qonunlari asarida yozib ketgan. Necha kos ovqat bilan to'yadi oshqozon?
Bir kosa. To'ppa to'g'ri. Dunyodagi hamma odamni oshqozoni 1-2 kosa ovqat bilan to'yadi. O'tiring. To'ppa to'g'ri aytyapti. Lekin nimagadir bizda ayrimlar bir kosa ovqatdan tashqari asfaltni pulini ham yeb ko'ryapti. Yetimni haqqini ham yeb ko'ryapti, alimentni bermay ham yeb ko'ryapti, u og'aynisini haqqini ham yeb ko'ryapti. Yorilib ketadimi u? Haydar Haydarovich, yana bitta o'quvchingiz kech qolib ketdi. Kim ekan u? Qani? Kirmayman bu darsga. Samatbek, salom. Assalomu alaykum. Qani? Sen ishingni topding-ku. Sani ishing shu ishingni yag'ida uka. Bag'iga bizga qo'yib beraver. Qiziqmayman men bu darsga, nima qilaman? Men kinochi bo'lsam men. Ha, qara uka, sendan birov qiziqasanmi, qiziqmaysanmi so'ragan. Qayerda yuribsan? Nima kech kelding? Shu direktorimiz aytgan kinolarni olib yuribmi? Kinolar olib yuribman. Fanchi fan. Meditsina, bilib olinglar. Taksistmisiz, qiziqchimisiz, qo'shiqchimisiz, meditsinani bilishingiz kerak. Meditsina bu sog'liqqa bog'liq. Ertaga bola kasal bo'lib qolsa, darrov doktor chaqirib yurmanglar. Meditsinaga har birimiz qiziqishimiz kerak. To'g'ri. Shunaqa do'sti men qiziqib ketyapman-da, shu borgan sari majlis darsga kirsam, vrach bo'lgim kelyapti-da. Yo, menga ruxsat bering kino olishga, bo'lmasa men u darajada operatsiya qiladigan darajaga olib bormaymiz sen-ku. Ha, yo'q. Bilamiz, sen o'zi kino tinchsan, ku. Hozir savol beraman, topsang, o'xshatsang, kirib o'tirasan. Mana shu yerda joy bor. Bo'lmasa uchasa uka, qaytib ko'zimga ko'rinmaysan. Kino bo'lsa, kinodan savol beraman. Ku, mana. Tasavvur qil. Mafiya, don, haqiqiy don bor-ku. Haqiqiy don. Pul olgani kelding. Ha, o'ynab berishim kerak? Ha, o'xshasa o'tirasan. Ha, darsga o'tiraman. Men oldimga kel, o'sha pulni so'ra. Mani dushmanlarimning xatosi. Men tilamchi bo'lib kelmayapman. Konkretniy, mafiya. Aktyorskiy. O darmayetdan farqi bu. Sevgi sahnasi. Shohruxxon, Hindiston. Men bas kim qiz deblar. Menda qizim erkecharoq bo'lib qoladi. Sizmi? Keling. Aniqmi? Eringizni to'palang qilib turmasin menga. O'chirib tashlang, bizgilar chiqib qopti demasin-da. Mana qiz, tanimayman. Shu qizga kelib, bu qiz boshqasiga tegib ketyapti. Nima sabab? Shuncha yillik ahd poymon nima bo'ldini ko'raylikchi. Boshidan bitta romantika. Bu ana bunaqalar seriyozmi? Ahad Qayum o'ynayapti. Yog' nimaga qizga? Yog' nimaga? Jinni. Qiz boshqaga tegib ketyapti. Bilasam, bilgani uchun ketyapti-da. Xo'p. Bu kino bu. Ustoz, bu kino bu ximiya darsi emas bu. Men shuni tushunmayapti. Meditsinada ximiya darsi bas deganda ham maza qilaverasiz. Ha. Davay. Agar menga turmushga chiqsang, men senga va'da beraman, xotinim bilmaydi. Alisher aka, nima qilaylik buni? Sizlarga, polli kinochilarga layfhak aka. Nima qilish kerak? Shunaqalarni. Qizim o'tiring. Rahmat, qarshi javob berasiz. Nimaga men darsga kechikyapman, siz Alisher aka, layfhak. Haqa turamiz. 3-rol. Menga seryozni rol bering. Men qimmat aktyor bo'lsam. Tasavvur qiling. Mafiyalar sizni bosh geroyni, o'sha kambag'al bolani quylayapti. Siz qochyapsiz. Mafiya miltiq bilan quylayapti. Kambag'al bola menga tushmaydi-yu. Siz bo'pti, boy bola bo'lib qochyapsiz. Baka, to'xta, otaman. Eshikni yop. Kinoda mana shunaqalar bor aka. Eshikni yopish kerak. Bizi kinoning eshigi Karzinkaning eshigiga o'xshaydi. Lubi odam kelsa ochilaveradi-da. O'rtoqlar, davom etamiz. Endi
Manda sizlarga bitta savol bor, unga sovg'a bor. Ibn Sino bobomizni to'liq ismini tutilmasdan to'liq aytganga sovg'a bor. Kim biladi? Ibn Sino bobomizni ismini to'liq aytganga Sharmil shayxga bitta yo'llanma. Ha, tang uka, dars bo'lyapti. Buni parozatni qishdan qanday chiqib oldingsan? Salomat. Bo'ldi. Oldin ikkitani ko'rib olaylik. Ibn Sino bobo to'liq ismi, menga gapiraverasiz. Mikrofon ber, yerda tarqab turmaylik. Salom kerak emas. Abu Ali ibn Sinoning to'liq ismi Abu Ali Yo'q, ismni ichida. U bizni paytimizdan boshlandi. Qilib qo'yayotganlar bizda. Bular paytda bo'lmagan. Abu Ali ibn al-Husayn ibn Abdulloh ibn Sino al-Bahli. Noto'g'ri, to'liq bas. Abu Ali al-Husayn ibn Abdulloh ibn Sino. Noto'g'ri. Kim bor? Bo'ldi, tushinglar. Noto'g'ri. To'liq bas. Sizlar hozir 4 ta shajarani aytyapsizlar. Keling. Bo'ldi. Shu bilan to'xtatamiz. Topsalar topday, bo'lsa buni o'zimga qoladi. Sirazi salom kerak emas. Bu darsni boshida salom berganman. Abu Ali ibn Sino ibn Hoshim ibn Hakim. Uka qamalib ham ketmagin. Mana shunaqa, Abu Ali al-Husayni ibn Abdulloh ibn al-Balhi. Ya, ibn Sino al-Balhi. 3 ta shajarani aytishyapti bular. Al-Husayn ibn Abdulloh ibn Al-Hasan ibn Ali ibn Sino. To'ppa-to'g'ri. Qatlisiz. Samarqand qatidan. Katta Qo'rg'ondan. Mana sizga. Nima ish qilasiz? Student, bilyapsiz, studentlik ishimi shu, nima qayerda o'qiysiz shu? Student degan ishimi o'sha nima? U qaysi o'qish? Meditsina? O'quv markaz? Nimaga ixtisoslashgan o'sha? Meditsina. Men o'shani so'rayapman-da, uka. Bo'lajak medikman, nima bo'ldi? Bizni meditsina mana shundan ham ma'lum. Nimadir bermasang ishlamaydi bular. Davom etamiz, o'rtoqlar. Endi sizlarda savol tug'iladi. Sanja u deyapsan, bu deyapsan, o'zing bilasan, bilamanman. Abu Ali al-Husayn ibn Abdulloh ibn al-Hasan ibn Ali ibn Sino kelishdigi 57 yoshda vafot etgan. Bizi buyuk bobogalonimiz shunaqangi ishlar qilganki, hali odamda tushiga kirmagan. Birinchi bo'lib ko'z operatsiyasini amalga oshirgan odam Ibn Sino bobomiz. Birinchi bo'lib singan joyda gips bilan davolashdi ham birinchi bo'lib shu odam fanga olib kirgan. Kelishdigi o'sha chang bo'lmasa nima bo'lishlar, tib qonunlari, undan tashqari tabobatda 546 ta dorivor o'simliklar topgan. Hozirgi kunda butun dunyo 396 tasidan foydalanadi. Bundan boshqasi yo'q. Butun dunyo bizni bobomizni qilgan ishlardan foydalanadi. Futbolni vatani Angliya, dollarni vatani Amerika, meditsinani vatani O'zbekiston bo'lishi kerak aslida. Kelishdigi bu gaplar hammaga taalluqli emas. Kimgadir tegib ketsa o'shalarga taalluqli. Tegib ketdimi? Ha, demak menga ekan deyurasizlar shuni. Oddiy savol. Mana qonni borlar bora, bilib olinglar. Birorta qorni bor odam tarixda birorta davlatni bosib ola olmagan. Qorinni ichkariga tortasizlar-ku. Demak, ichkarida joy bor-da. U nima chiqib olaveradi? Chunki kechasi yotar qoringa 10 da osh deb, aroqni ichib, sas 11 gacha yotamiz. O'shancha bunaqa ichidan qorin tugul xotin ham chiqib ketaveradi. Sharoitni zo'r qilib qo'yish kerak, dietani ushlab, sport bilan shug'ullanish kerak. Kelishdigi, odamning ichidagi gijja yo'qotish uchun nima qilish kerak? Mana elementarniy savol. Hech kimga kerak emas meditsina. Bilib olinglar, yozib qo'yinglar. Gijjani yo'qotish uchun 10 litr suv ichasizlar. Jicha kutsalaring ani ichlarida gijja cho'kib yuradi. Kelishdi. Keyin olib chiqib, marhamat, yo'lni ko'rsatib yuboramiz. Ikkinchi yo'li ham bor. Ikkinchisi bu bizda ommalashgan yo'li gijjani yo'qotish. Kredit olasizlar-da bankdan. Kapil degan joyga ani gijjani plastigini registratsiya qilasiz.
Ana gijjani plastikidan bank birikmatda aytmasdan prosta yechib olsa bor, yemay ichmay o'zi chiqib ketadi. Sizlar Ibn Sinoni avlodi, sizlar nuqul qarasa bu doktorga borib dori yozib bering, gijjam bor. Sizlar o'ylaysizlar, mana gijja mol deb o'ylaysizlar. Ha, bu ham eshitib turadi doktor bilan bo'layotgan suhbat, kindiylaringdan bunday qilib. Deydi. Doktor aytadi, "Mana shuni 8da ertalab 8da ichasiz, 10 kun iching" deydi. Qimmat dorini yozib beradi. Sizlar ham shu ekanda deb bor ichaverasizlar. Ha, qurtam bunday qilib, deydi. To'xta, bizga qarshi hujum qilyaptimi? Soatini 10 ta kam 8 ga qo'yib oladi u ham. Tirik organizm u ham. U ham turadi, o'sha 10 ta kam 8 da ich dorini deb. Biz nima qilishimiz kerak shuna payt? Opalar, 6 da ichishimiz kerak. Kutilmagan zarba bergan bo'lamiz to'pga. Kelishdik-a? Mana shu narsaga diqqatli bo'linglar. Yana bitta savol, o'rtoqlar. Mana bu organizmlarni ko'rib turibsizlar-a? Ha? Kindiydi vazifasi nima? Kim biladi? Uxlash kindiydi vazifasi. Yoqqa qarab gapiryaptimi, deyapti. Nima? Kindiydi vazifasi. Aytib ber, bunga sovg'a yo'q, bo'lajak medik. Ona qornida bolaga ozuqa berish. Homilador payt. Tug'ilgandan keyinchi. Tug'ilgandan keyin kesib tashlalar kerak emas. To'g'ri, o'tiring, to'g'ri aytdingiz. Mana hozir kindi, umuman kimdadir chiqib qolgan, kimdadir kirib qolgan, bo'l. Shunaqa san'atkorlar ham bor, ana bor bo'lsa ham mayli, yo'q bo'lsa ham mayli. Bilinmaydigan odamlar bor-ku. Xuddi shunaqa narsa. Yana bitta narsa, o't. O't tufayli vazifasini kim biladi? O't. Kim biladi? O't vazifasini. O't. Zahar sochadi? Kim biladi o't vazifasini? Ovqat hazm qilish to'ppa-to'g'ri. O'zidan kislota ishlab chiqaradi va organizmda yog'ni parchalaydi. To'ppa-to'g'ri. Umijon bor 5 sizga. Kundaligingizga ertaga olib kelasiz. Agar o't kasallansa, zaharlangan sezdingizmi? Uni kesib olib tashlasa ham bo'laveradi. Chunki boshqa organizmlarga yuqishi mumkin. Xola, endi odamlar misolida tushuntirib beraman. Mana odamlarcha kimdir jigar, kimdir yurak, kimdir o't. Biz uni o'tligini bildingmi? Kasallangan. Siz yo'qotishimiz kerak. Farzandlarga yuqadi. Kelishdik-a? Joyida qutulish kerak. Shunday cholayotganlar. Mana shunday cholayotganlar konsertdan keyin orqaga o'tib, hammani betingda poq-poq o'ynayman-sha. Asabga tegma, hatto ayollar o'tiribdi. Hozir shu betingga betim bilan urmasan iplos, qarab turing. O'rtoqlar, mana shu yerda, mana shu joyda Haydar Haydarovich, kech qoluvchilar yana davom eting. Yana kim ekan? Assalomu alaykum ustoz. Uzr desiz oldim. Syomka deydim. Syomka deydim. Salomat. Syomka deydingizmi? Qanaqa syomkada? Shu o'zimizning reklamalarning syomkasida. O'g'ay, nech puldan bo'lyapti bitta reklama? Bitta lenta nech pul? 4000, 5000 vaziyatga qarab. Mana unda vijdon bilan jig'ildon topib ber-chuka. Qachchi? Yo'q ekan. Vijdon, hozir erta gap bo'ladi, dilimiydi vijdon topolmadi, vijdon yo'q ekan deyapti deydi. Top-uka. Mana shu bolalarni gapini eshitmagan quloq bo'lsa sotib olaman, kimda bor? Yo'q ekan, yo'q ekan. Yo'qmi? Bo'lmasa uka, nima qilsa o'tirsinmi, o'tirmasmi, yo savol beraylikmi? Savol beraylik. Savol. Jigar vazifasi nima? Jigar? Dushanbalarga ko'rishamiz shekilli, bira. Hadi, dushanbalarga obedlardan keyin, peshindan keyin bira yig'ilib. Har safar kech qolganman, o'shaning uchun bilmayman. O'rganmaganman. Xo'p, nimani savol qilib beray? Javoblarda o'shanga mos savol beraman, uka. O'tirsinmi, chiqib ketsinmi? Sizlar kimdan bo'lsa qo'shiq eshitaylik? Bu meditsina bo'lyapti. Meditsinada qo'shiqqa balo bormi?
Bitta she'rki ko'ramiz o'sha. Bitta she'r, xohlagan. Xohlagan? Ha. Ona haqida aytaman-da faqat boladan. Farqi yo'q. Onam, mehribon onam. Sizga o'xshamadi o'g'lingiz. U erkaroq, o'jaroq yana. Ayting nima istar ko'nglingiz, nima yegiz kelyapti ona? Palovmi yo ser go'sht norimmi? Hech tortinmay ayting borini, poyingizga sochay borimni. Nima yegiz kelyapti ona? 1-2 so'm oshinganim bor. Yuring ketdik, boramiz bozor, imkonim bor. Ayting bemalol, nima yegiz kelyapti ona? Bolam, qo'y deysiz. O'zing yeb ham o'zing to'y deysiz. Men qolib hatto bolamni deysiz-a? Bolamanda hali ham bola. Qarshimdagi munis xazinam. Maylimi bir gapimni aytsam, negadir zo'r rol o'ynolmayapman. Zo'r ijrolar qila olmayapman. Menga nima bo'lyapti ona? Menga mehringiz yetmayapti ona. G'ururimdan ketkazib, xubori sen yaxshisan deng bir bor. Atrofingizda bo'lib parvona, rozi qilay deyman-da ona. Meditsinaga nima aloqasi bor bu she'r? Lekin ko'plab mediklarimiz ham mana shunaqa she'rlarni yodlash kerak deb o'ylayman. Ko'ngil bo'shaydi. O'tirgingiz o'tir uka. Mana joy. Mana joy. Xo'lla sen chiqib ket. Shattaman aka. Bo'ldi, shatta bo'lsa. O'zimizdanmi deyman, shattaman deyap. O'rtoqlar, endi sizlarga meditsinani ko'chadagi foydasini tushuntirib beraman. Agar sizlar meditsinani bilsalaringiz, hech kimdan qo'rqmaysizlar. Nursulton Ro'ziboyev kelibdi nihoyat, qarsanglar bo'lsin. Qani? Maktabimizni faxri, xollasangiz bu tomondan baqa chiqing. Keling. Anjonlilar keldi. Salomat, Nursulton. Qo'rqmang, urmayman. Qarang. Ko'chada ketyapsizlar, tasavvur qilinglar. Tasavvur kelyapsiz. Yelka urushib ketdi. Tushunmadim, nima bo'lyapti? Didingiz o'zi tamomsiz. Biz nima qilishimiz kerak? Tashlasak bari kalta yeymiz, to'g'rimi? Bunaqa holatda nima qilamiz? Meditsinadan foydalanamiz. Inson organizmidagi eng nozik to'chka qat yurak. Hali 13-betga kelganimiz yo'q. Inson organizmidagi eng nozik nuqta yurak. Biz yurakka zarba beramiz. Chunki yurakda ko'ngil va qalb bor. Biz yurakni zaxvat qilsak, bu miyaga sekin signal beradi-da. Miya ko'zga signal berib, ko'zni yoshartirib, shunda endi uni qanaqa zarba berishni ko'rsataman. Ushaysiz, menga qara, yelkin. Ha. Endi hujumga o'tamiz. Akajon. Bolalarim bor aka. Kerak emas aka. O'zim miyam ham charchab turibdi. Pochkam ham og'rib turibdi. Ko'ryapsiz-a, o'sha yurak bo'shadi. Mana shunaqa payt bitta beramiz yurak bo'shadi. Kelishdiga Nursulton Ro'ziboyev, rahmat. Qarsanglar bo'lsin. Chempion. Haqiqiy chempion. Gap yo'q. Mashrabjon Ro'ziboyev ham kelibdi-yu. Keling baqa. Qarsang bo'lsin. Baqa keling. Siz bilan ham bir salomat. Qattiq akam qo'lim. Ha, keling. Nima qilamiz? Turibsiz. Endi kurashdamiz. Oyoqqa kirdingiz. Oyoqqa kirdingiz. Bizi kurashchilar nima qilyapti? Bo'g'moqchi, zaxvat qilib, qayirib, hech narsa qilish kerak. Bunaqa payt o'ng oyoq bo'sh. Nima qilamiz? Hoppa. 30 sekund o'zi. Karbonat angidek burundan kiradi. Bo'ldi, o'zi quyilab yuraverasiz. Baki edi. Tushundingiz-a? Salomat. Eng oddiy usullar. Bular hammasi meditsina. Mana barmoqni emasman bajara. Zo'r, yana-chi. Kelishdiga. Butun dunyo mana barmoqdan bunaqa qilish uchun foydalansa, bizni tuvlik yeyish uchun foydalansa bo'laveradi. Kelishdiga. O'rtoqlar, darsni shu joyda to'xtatishdan oldin bitta narsani aytib qo'yay. Agar men butun ta'lim sistemasiga bitta lifehack, bitta master class bermoqchiman. Agar meditsinada sizlar poraxo'r o'qituvchini aniqlamoqchi bo'lsalaringiz, men aytganimni qilinglar. Agar o'qituvchi
o'quvchiga 2 qo'ysa, u hayotda pora olmaydi. Agar 1 qo'ysa, o'sha poraxo'r. Chunki 1da 4 qilish oson. Ikkinchisi, bizi bolalarga motivatsiya kerak emas. Bizi bolalarga matematika kerak. Mana, bolalaringiz nech pulga boradi xususiy maktabga? 4 million. Menda 3 ta bola. 1 oyda 12 million to'layman. 10 oyda 2 oy kanikul chiqib ketdi. Qancha bo'ladi? 120 million. 11 yilda qancha bo'ladi shu? 11 da 120 ga ko'paytir. 1 milliard 200 million. Men nima qildim? Maktabga borib, maktabing nech pul desam 1 milliard dedi. Maktab 1 milliardga sotib oldim-da, o'zlariga arenda qilib berib qo'ydim. Bolalar tekinga o'qiydi, butun maktab menga arenda to'laydi. Tushunyapsizlar-a? Bizga motivatsiya kerak emas, matematika kerak. Haydar Haydarovich, men endi o'zim ishimni qilyapman. Mirjalol Yo'lchiyev degan talabingiz kech qoldi. Qani kirsinchi? Mirjalol Ne'matov. Jurnalda shunaqami? Assalomu alaykum. Mumkinmi? Ha, kelinchi. Siz qayerda yuribsiz? O'tgan darslarda nima yo'q edingiz? Direktor tadbirlarga jo'natgan. Tadbirlarga jo'natdi. Uka, hozir bit turaman. Shani dalaga chiqib, ko'chaga chiqib, dalaga chiqib, ting 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 qilib yuraverasiz, uka. Savol beraman, topsangiz o'tirasiz. Kelishdiga. Bo'ldi. Savol. Ko'zning vazifasi nima? Ko'z ko'rish uchun. Bo'ldimi? Bilmadim lekin. Qiz shuni qatta. Yaxshi. To'ylar qancha chiqyapsiz? Qulog'imga aytavering, mayli xijolatmasangiz. Xafa bo'lmasang ham gitara ekan, ha? Hozir bit turaman, o'sha ko'chadaman. Endi menga gitara. Yo, bormi bunaqa qo'sh? Bor. Demak, oldin urgan ekanman-da, eslamayapman. Darsga kirsinmi, kirmasinmi? Topolmadi. Kiray, darsga kiray. Hal qilma deydi. Mediklar nima deysizlar? Mana shunaqa bilimi yo'qlar o'qishga kirsin deb sanaqalarda orqasidan hamma o'lib ketyapti operatsiyada. Eshik tashqaridan, uka, eshik bilmadingiz. Bo'lmaydimi dars? Yo'q, chiqing. Dars savol Mirjalolga bitta qarsiylar bilan kuzatib qo'yamiz, uka, o'sha yerlarda. Soya salqinda o'ynab. Kelishdiga hozir mana shu iyun oyida mana bedana bulbullar ko'payadigan paytda. Tushunyapsizlar-a? Yana bitta narsa, bugun gapimdan ko'p mediklar xafa bo'lib qolmanglar. Men shunchaki qo'shtirnoq ichidagilarga gapirdim. Meni niyatim xuddi sizlarga o'xshab bitta O'zbekistonda hech kim meditsinadan jabr ko'rishini xohlamayman. Yaqinda bir o'g'aynim, eng yaqin o'g'aynim o'zini dadasini 33 ming dollarga Hindistonga olib borib operatsiya qildirdi. Bo'ynidagi osteoxondroz, grijan. Dada o'ldi. 33 mingga borib dadasini o'ltirib keldi. Men aytdim, shuni o'zimizda 3 mingga o'ltirib beradiganlar ham bor-ku dedim. Mikrofonni ber. Bunday hisob. Yo'q, rahmat chekmayman. Kelishdiga o'rtoqlar. Meni niyatim bitta. Hindlar bizga kelib jigarni operatsiya qildirishini xohlayman. Butun dunyo bizda davolanishini xohlayman. Biz farzandlarimizni ko'tarib qatlargadir borishimiz kerak emas. Uning uchun nima qilish kerak? Qachonki bizda mayda detallarni bartaraf qilishimiz kerak. Ovqatni dastlabga qildirganimizda dastlabkadan ko'ra tez yordam tez kelganda bizda rivojlanish boshlanadi. Aroqdan kitob qimmatroq sotilishni boshlaganda bizda rivojlanish boshlanadi meditsinada. Hozir bu darsdan keyin ketib qolish yo'q. Bitta gap aytaman. Elmurod yana chiqadi. 4-blok ham bor. Bugun bemalolmisizlar? Oxirgi paytda eshitib qolamiz. Endi men mikrofonni qo'yaman. Fanni tugatib qo'yay. Dars shu joyda tugaydi. Mana shu kindiydan tuq bag'iga men tushmayman. Bu katta mavzu bu. Bu ustozlaringiz bor, 10 ta, 15 ta bo'lib 7 kun, 8 kunlab o'tadi darslar. Bu boshqa darslarda bu. Bizniki tepas. Oxirgi payt kimdir aldab ketsa, endi o'zbekchilikda deb qo'yamiz, to'g'rimi? Kimdir nimadir qilib qo'ysa, uka didingga qo'yil. Otingga mana. Malades. Qarshi chop qo'ylar, xursand bo'lib qol. Mana badarkasan. Davay. Mana o'qituvchi dars shuna o'tish kerak. O'rtoqlar, qaranglar.
o'zbekchilik deb qo'yishadi. Kimdir aldab ketsa, endi o'zbekchilikda hech qachon. Bilib olinglar, hech qachon farzandlaringizga ham aytinglar. Dunyoda faqat sanoqli davlatlarga nisbatan shunaqa ibora ishlatiladi. Misol uchun, ustasi farang bo'lsa, fransuzlarga nisbatan. Ishini vaqtida bajarsa, nemetskiy расчет deb nemislarga nisbatan shu ibora ishlatiladi. Agar miyasi zo'r bo'lsa, yaponskiy miya deb ishlatishadi. Faqat Osiyo bo'yicha o'zbeklarga nisbatan o'zbekchilik iborasi qo'yilgan. Eshitganmisizlar? Trinidad Tobagachilik degan so'z, Buenos Aireschilik, Avstraliyachilik, Afrikachilik yo'q, faqat o'zbeklar. Bu so'z qanday kelib chiqqan? Sovuq urush yillarida farzandlari, mahallasi, oilasini tinchligi uchun urushlarga borib 1.600.000 yaqin o'zbek halok bo'lgani uchun ham o'zbekchilik deyiladi. Urush yillarida odamlar uysiz qolgan payt boshqa millat vakillarini Toshkent non shahri deb umid bilan kelganda issiq bag'riga olib non bergani uchun o'zbekchilik deyiladi. O'zbekchilik degan so'z uyga mehmon kelsa, kimsan deyishdan oldin choyni iching, non deyin, keyin gaplashamiz deydigan xarakteri borligi uchun ham o'zbekchilik deyiladi. Shuning uchun o'zbekchilik degan so'zni to'g'ri tushunishimiz kerak. Bizi o'zbekligimizni biz bugun mana do'ppilar tarqatdik. Muhammad Ali Eshonqulov, o'sha yuksalish o'quv maktabining egasi, shu bola o'zi yuridan aka sovg'a qiling dedi. Bugun tojiklar, qirg'izlar, qozoqlar, o'zbek hamma buni kichkinagina mehrimizni ramzi sifatida qabul qilasizlar. Bu shunchaki sizlarga bizni kichkina sovg'amiz. Bu do'ppi nima? Bu do'ppi bizni kichkinagina milliy brendimizda. Agar bizni boshimizda do'ppimiz bo'lsa, biz chet elda yurganda bir-birimizni topishimiz oson, bir-birimizni tanib olishimiz oson. Bizni birlashtirish uchun ham do'ppi juda chiroyli turadi, juda muhim. Oddiy misol, Nursulton Ro'ziboyev butun boshli Amerikada turib kimgadir do'ppi kiygizdi. Qanaqa xursand bo'ldik? To'g'rimi? Butun boshli O'rta Osiyo san'atini eng katta darg'asi, ustoz san'atkor, afsonaviy ustoz Sherali Jo'rayev, jonlari jannatda bo'lsin. Mana shu inson butun umr boshida do'ppisi qo'lida tori bilan butun dunyoda baralla qo'shiq aytgan. Oxirgi payt internetlarda har xil kommentlarni o'qib qolyapmiz. Kimdir u deyapti, kim bu inson qanaqadir negativni so'kinishiga arziydigan loyiq inson emas. Bu inson buyuk insonlardan biri. O'zbek san'ati uchun oddiy misol keltiraman. O'sha bundan bir necha yillar oldin o'zbeklarda o'sha madaniyatini, urf-odatini yo'q qilish, ruslashtirish siyosati o'sha qachonlardir boshlangan payt, qo'rqmasdan o'zbegim deya boshida do'ppisi bilan Beruniy, Buxoriy bobolarimizni qo'shiqlarida zikr qilib aytib chiqqani uchun ham o'sha siyosat ancha uzoq yillarga to'xtatilgan. Shu odamning qo'shig'i munosabati bilan. Shu hozir agar ruxsat bersalaringiz, hammamiz boshimizda do'ppimiz bilan o'zbegim degan qo'shiqni birga aytsak, nima deysizlar? Bo'laveradimi? Faqat ketib qolmanglar, turib ketib bormanglar. Bundan keyin Murod chiqadi. Kelishdiga o'zbegimni billa aytamiz. Asiller içra pinhan o'zbegim tarihingi mi asiller içra pinhan o'zbegim senga tengdosh pomiru oq sochtiyan shon söylesin Afrasya bu söylesin ruhun hati köhne tarih şadasida bittem mercan o'zbegim Arzak
البروني أنا الحرزمي الفراب أولادن Aslin belki özlümük belki tarhanan Özbegim Kaysaru Rum neyzesirin Dağrıda emet ağzırada Çingizü batı dığığa Köksi kalkan Özbegim Mirza Ulubek Kürevanın cedveli Sirli asman Tağiyayı Koydi nervan Uzbegi Bir Alişer neresiga Aksada birdi cehana Şeriat ülkede buldu Şah-ı Sultan'a Uzbegi Mirza Babur sen fıgani alem üsreme soldu ot Şah meşreb kanı sinde urdi toya Uzbegi manen Vabililer hayırdır? Oh! Vabililer var mı mutluyum? Orta kaldı köhne tarih Orta kaldı dersten
ketdi vahming, bitdi zahming birga topdi darmon. Do'ppilar qani do'ppilar? Ko'rmayapman. Qayga borsang boshda do'pping g'amas yurarsan girdayib. Qayga borsam boshda do'ppim g'amas yurarman girdayib. Olam uzra nomi ketgan O'zbekiston, menga Pushkin bir jahonu, menga bayrin bir jahon. Menga Pushkin bir jahonu, menga bayrin bir jahon. Lek Navoiydek bobom bor, lek Navoiydek bobom bor. Ko'ksi osmon O'zbegim ey. Ko'p yashay Zohir Shoh Jo'rayev. Olqishlar bo'lsin.